John Bolton efendim, Amerika armiyası, mesela Janubi Dengiz'de şundaq bir hareket qo'llanilgan bo'lsa, yoki shundaq bir harakat, yoki shundaq bir to'qinish o'tirg'i chiqadigan bo'lsa, Jungo hukumati bu siz uchun, balki dunyo uchunmi ortiqcha bir ish, lekin dunyo uchun emas. Biroq bu yerda bir nuqta shukanki, Germaniyada faşizm Germaniyasida demokratiya va bugünkidek ulug' bir davlat urush orqali dunyoga chiqdi. Yaponiyada faşizm davlatida ayni vaqtga bundaq bugun buyuk bir erkin demokratik davlat urush orqali o'tirg'i chiqdi. Mustabidlarning yo'li faqat o'zining yo'li qandoq bo'lsa shundaq yo'li bilan halok bo'ladiganligi bu tarixiy qonuniyatda. Masalan, sen zo'ravonlik qilsan, mustabid sana demak zo'ravonlik bir tarafda yetib keladi. Sening hayoting ham zo'ravonlik bilan oyoqlashadi deganlar. Shu yerga keldi. Vaziyat shu yerga keldi. Xudo Uyg'ur seni aman qilsin. Uyg'ur aman bo'l, Xudoni esingda saqla. Xudo deb yot turmada Uyg'ur. Men yotgan, turmada yotmagan odam bormi? Uyg'urning ichida turmada kirmagan odam bormi? Hech bo'lmaganda uning urug'ni qoldirib kirganda bu 68-69 yildan beri azar tatmagan, azar yemagan bir Uyg'ur bormi? Bugun etnik yo'qotish. Mashinaga duch kelding. Uyg'urum, men sana Allohdan madad tilayman. Shundaqla prezident Trump hukumatidan Uyg'urlarga yordam tilayman.